ovchi tomonidan otilgan Buxoro tog' qo'yini haqiqatan ham qayerda otilgan, qaysi turga mansubligini aniqlash kirish maqsadida hozirgi vaqtda biz Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligi bilan chegaradosh milliy tabiat bog'i hududidamiz. Hozir ovchini o'zining ishtirokida Bobotog' davlat o'rmon xo'jaligi va milliy tabiat xodimlari bilan birgalikda holat joyiga, ya'ni ovchi o'zi otgan va hayvonni terlagan joyga aniqlash maqsadida xodimlar ishtirokida joyiga ketyapti. Siz o'zingiz olib kelib ushbu hayvonni shu yerda terilab, boshini, terisini shu yerga qoldirgansiz, to'g'rimi? Ha, mana shu yerga qoldirganman. Holat ya'ni 2026-yil 14-fevral kuni taxminan 12:01 atrofida. Otgan vaqtingizda, to'g'rimi? 12:01 atrofida. Haqiqatan shu teri, bosh haqiqatan siz otgan hayvonga tegishli. O'zingiz so'yganingizda, terlaganingizda nima hayvon otganingizni yaxshi bilasiz. Bilaman. Endi hozir bor otgan hududda ham qorong'i tushmasini ko'rsata olasizmi? Ko'rsataman. Qiziqishda qanday shu ovchi shu yurib, mana sizga o'zi nima bo'ldi-da, ko'rdim-da, birov aytgan yo'qni ersatgan. Shu o'zim qiziqishda ko'rdim-da, qiziqib keldim. 2-3 yashar chiqib qoladi. Shu bittani ovlab o'zim nima mushukka solib uyga qaytayotgan paytlarim. Mana shu yerda mana ikkita odam ko'rindi. O'rmonchilar pastda ko'rishdi meni. Men shunday aylanib o'tib ketaman dedim. Qochqoncha hafsalam ham bo'lmadi. Mana shu o'rmonchilar ushladi. Javobgarlik bilan albatta har bir narsani noqonuniy olish javobgarligi borda, lekin qiziqishda otib qo'ydim. Endi har qanday ovchi menimcha shu qiziqish bor ovchi albatta shunday qiladi. Buni turi qanday nimaligini bilmayman, bundan xabarim yo'q.